ikki xil odam eshakda ishlamay qo'yaversin. Kecha video qo'ydim aka. Ikki xil odam eshakda ishlamay qo'yaversin. 100 ming dirham. Ota-onasining roziligini olgan odam eshakda ishlamay qo'yaversin. Ota-onasiga oq bo'lgan odam eshakda ishlamay qo'yaversin. Ha, ishlaydi birodarlar. Hamma ishlaydi. Ishlashimiz kerak. Hamma ishlaydi. Ishlashimiz kerak. Rizq, kasb-kor, tijorat qilamiz. Bu vojib, bu ibodat. Alloh taologa yozgan rizq kelishi uchun biz mehnatini qilishimiz kerak. Buyurilganmiz. Lekin Ahvoli qo'yish. ota-onasiga oq bo'lgan odam eshakda ishlasa ham 1-2 olmaydi dunyoni o'zida ham. Va ota-onasini rozi qilgan odam eshakda ishlamasa ham bo'laveradi. Chunki Alloh taolo barakat beradi. Oq bo'lgan inson eshakda qattiq uzoq ishlasa ham 1-2 bo'lmaydi. Hayotda barakat topmaydi. Ota-onasining roziligi topgan banda eshakda ishlamay qo'yaversin bu ham. Ozgina harakat qilib qo'ysa, Alloh taolo barakat beradi.